Ee, Biz bu saatlik dersimizde yeni köp kullanılan kungiyalardan progress bar'ını görürüz. Progress bar'ını. Progress bar. Yani bu progress bar degan chog'da biz nurg'un tor betlarda bo'lsin yoki nurg'un applarda bo'lsin, masalan, ma'lum bir hujjatlarni tushagan chog'da, ma'lum bir ishlarni qilgan chog'da vaqt yeydigan degandek yoki shu persentga munosabatlik, masalan, tushirish qitimsan munosabatlik ishlarni qilgan chog'da qaraydigan bo'lsak, ma'lum bir hozir ko'rinib deb ketdi, ma'lum bir gundong deganimiz endi ma'lum bir bundaq horizontal narsaniki mengayotganini ko'ramiz, to'shib mengayotganini ko'ramiz yoki bundan o'zgarayotganini ko'ramiz. Hamda mushu hamda progress bar bo'ldi, progress bar bo'ldi. Hamda men Androidda progress barniki hamda ikki xili bor, ikki xili bor. Birsi yetkazil bo'ldigan progress bar, yana birsi hamda yetkazil bo'lmaydigan progress bar. Yetkazil bo'ldigan progress barni Androidda hamda sekbar deydi. Mava, yamada yetkazilgan. Yana birsi hamda mava progress bar mana, progress bar. Odatdagi masalan hamda bu progress barnikiga qaraydigan bo'lsak, hamda shu tashlab boqamiz buni. Mau ishqili masalan, men large'ni tashladim, normalni tashladim, qaraydigan bo'lsak, cho'ng kichiklikka o'xshamaydi, mana cho'ng kichiklikka o'xshamaydi. Mau bo'lsa hamda uzun sig'i chiqadigan progress bar, boyatda men degan uzun sig'i chiqadigan progress bar degan so'z. Hamda shu progress barniki bir qancha xil emas. Masalan, large degani bu yerdagi stylesiga asosan bekitadi, mana Androiddan oldi bu stylesini, progress bar style large deb. Hamda buniki masalan progress barniki masalan ijro qilib ko'rib boqadigan bo'lsak, buni navbatdagisini qaraydigan bo'lsak, mana ustida kuchchi avtomatik buni piqiradi, o'zi avtomatik piqiradi. Bu ma'lum bir narsani saqlayapmiz degandek. Ma astidagisi bo'lsa, bu mangmaydi, mana mangmaydi. Buningga o'zimiz ma'lum bir qimmat bekitamiz, ma progress barga. Buni stylesi, hammasi progress bar qaraydigan bo'lsa, faqat stylesini o'xshamasligiga qarab, bu chiqadigan progress barnikimi shakli o'xshamaydi degan so'z. Unda olsa buning qimmatini qanday bekitamiz degan chog'da menga qaraydigan bo'lsak, progress deb bir qiymati bor, progress deb bir qiymati bor. Buni masalan 50 qilib qo'ysam, masalan 50 qilib qo'ysam, unda olsa yana onda olsa cheklimisini qanday bekitamiz degan chog'da max deb bir qiymati bor, Buni men 100 qilib qo'yasiz. Qaraydigan bo'lsak, mana max degan qiymati meniki men manikini fill parentsni fill deb qo'yay, to'shib chiqsin ekranga. Mana qaraydigan bo'lsak, mana 50 degandan o'ttiri bo'ldi. Unda olsa men 30 deb qo'ysam, buniki 3dan 1 bo'ldi degan so'z, 3dan 1 bo'ldi degan so'z. Ama ko'k narsa mengyapti-da, qaraydigan bo'lsak. Ko'k narsa miya keldi degan so'z mana. Bugungi asosiy so'zlaydiganimiz mish progress barniki mish qimmatini qanday o'zgartimiz, progress barniki mish qimmatini qanday o'zgartimiz. Endi ma xil usullarni men so'zimsam bo'ladi, ma shu xil altini men so'zimsam bo'ladi. Bu shu xil altida biz faqat progress barni ko'rsatimiz, o'chirimiz deganda qolgan layoutni bujun tanishish buni sirtidagisi bog'liq degan so'z. Endi buniki endi yana bir muhim narsa bu progress barniki rasmini qanday o'zgartimiz degan chog'da men yerga qaraydigan bo'lsak, mana progress drawable deydi. Bunga bitta drawable keltirilganda olsa biz miyadan o'zimizning qurib olgan drawable bormi, yo'qmi? Bunda olsa ma'ni berib qo'yay, nima chiqdi zodi? Managa biz ijro qilib boqaylik. Qaraydigansa o'zgarmadi, bu hech qanday o'zgarmadi. Unda olsa buni qanday beramiz? Qanday beramiz degan joyda progress
Durable degani bu yerdagi progress durable bilan yana bir ikki muhim xususiyati bor. Buni hamda style orqali beramiz biz ko'proq. Bu yerga qarasak n deb bossak, bu yerdan mana qaraydigan bo'lsak intermediate durable deb, intermediate durable deb bir ikki xususiyat bor. Men intermediate durable'ga men mesela o'xshashlik beradigan bo'lsam, qaraydigan bo'lsam mana o'zgardi. Hamda bu ikkisi nima demakchi, nima deganda bu yerda qaraydigan bo'lsak, buni biz ma'noni ko'rsak, stylsi horizontal bo'lganini ko'rsak, biz bekerak bilalaymiz. Unda bo'lsa men intermediate durable deganni men evitib, anadagi progress durable ni qo'shib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, progress durable deganimiz biroq to'liq chiqibdi, mana to'liq chiqibdi. Unda bo'lsa men bu yerga o'xshash usul bilan bu yerdan color deb birini qurib elib, mana color deb birini qurib elib, nega anadagi durable ni qurib olay, men durable dan birini namesi progress 1 deb qo'yay, progress 1 deb bunga men qizilni berib qo'yay. Qizilni berib qo'yay, nega mountain qizilni berib qo'yay. Andan keyin men bu yerga undasa durable'ga endi men o'zimniki progress 1 deganni berib qo'yay. Qaraydigan bo'lsak, butkul to'liq birsi bir xil chiqdi. Undasa men bu yerga endi bu yerga men yana bir durable quray. Yana bir durable qurib bu yerga progress 2 deb qo'yay buni. Progress 2 deb qo'yay. Unda bo'lsa buningga men ko'kni berib qo'yay. Unda bo'lsa men bayataqi intermediate degan funksiyasiga, men intermediate durable degan funksiyasiga men unda bo'lsa ko'kni beray. Progress 2 deyay. Qaraydigan bo'lsak, hech qanday o'zgarish yo'q. Unda bo'lsa men bu yerga davomli ko'ray. Yana qanday funksiyasi bor unda bo'lsa? Davomli qarab boqay, yana qanday funksiyasi bor ekan. Progress durable degan berib bo'ldik. Buni ishga qaraydigan bo'lsak, yo'q ekan, boshqa yo'q ekan. Unda bo'lsa biz qanday qilamiz? Unda bo'lsa biz oldi bilan biz navbatdagi nimamiz qaytaylik, biz navbatdagi masalan diqqat qilgan bo'lsak, ma ko'k rang biroqla qoplayapti, progress durable deganni biroqla qoplayapti. Amaliyotda bu progress deganimiz qanday desanglar, amaliyotda bu progress deganimiz masalan mavi ostidagi bir rang bo'lsa, shundaman, ostidagi bir rang bo'lgan bo'lsa, unda bo'lsa ma'ning ustida yana bir rang bor degan so'z, shundaman? Ustida yana bir rang sizmiz degan so'z. Ma'niki ustiga bir rang sizmiz degan so'z. Bu endi nima desanglar, bir ranglarning bundaq deja qanday qatlami holatda mavjud bo'lib turishi degan so'z. Unda bo'lsa biz buningga bevosita bunday durable bersak ishlamaydi degan so'z. Buning qanday durable beramiz degan chaqda, buning qanday durable beramiz degan chaqda biz buningga mana durable ni orasiga yana o'xshashlar selektorni qurganga o'xshash selektorni qurganga o'xshash durable deb bunday darajada bir qurgandan keyin bu yerga qaraydigan bo'lsak layer list deydi. Layer listdan birini quramiz bu yerga.
my progress bar. Layer listni birini quramiz. Endi layer list nima degan chaqda men buyozda men shu o'zim nima qilmayman yerdan topadi. Endi bizniki mana layer list deganimiz endi nima desanglar men qaraydigan bo'lsak, mana layer list deganimiz 多个图片和上面两种效果按照顺序的层叠起来的. Demek çoğunumuz ne bizniki endi progress bar deganimiz bayatda men deb o'tib ketdim. Balkim ko'pligan tupyaliniki bunda deja shakllanishi, shundaymi? Har xil o'xshamagan shunda qavat bo'lib ko'rinishi. Mana ustidagisi bir qavat, buni ustiga bir qavat. Shunda ko'rinishini bir taraf qiladigan drawable degan so'z, bir taraf qiladigan drawable. Unda hozir layer listni ichi qanday narsalar keldi desanglar, mana selector bilan mana shape degan ish keldi, shape degan ish keldi. Ham shape degan nima? Selector deganni bayatdan ko'rdik, selector deganni bayatdan ko'rdik. Shape deganimiz nima desanglar, shape deganimiz jiha yonjon deydi. Endi ma'lum bir shape deb qo'yamiz, masalan, ma'lum bir shaklni shunday aniqlab chiqamiz. Masalan, mana bulonda egilsin, uniki rangi bunda to'ssin, ishchilik rangi bunda bo'lsin degandek ma'lum bir şey. Unda esa shape'niki qanday xosliqlari bor degan chog'da, shape'niki qanday xosliqlari bor degan chog'da ishiltish usuli mana o'sha endi drawable deb ishiltamiz. Agarda mana XML ning ichida mana drawable orqali bunday ishiltamiz shape'nikini. Shape'niki endi qanday xosliqlari bor desanglar, Android shape'niki mana 4 xil shakli bor. Birisiga siziq, shunami? Mana birinchisidan kelsak, jushing deydi. Jushing degani endi bunda kvadrat shaklidagi, kvadrat shakli. Ikkinchisiga mana so'yan deydi. Ellips. Uchinchisiga shaping jushing deydi. Unda bunda tussiziq demakchi, tussiziq. To'rtinchisiga huanxing deydi. Bunda aylanma. Chamber. Ondan keyin bu shape'niki JDN'dan cho'ng shushingsi deydi. Agarda Jambian degani, masalan, Jambian deganimiz qanday desanglar, masalan, rangni misol qilib ko'rsatsak, Jambian deganda, rangni misol qilib ko'rsatsak, masalan, ma'noda Jambian deganimiz ma'lum bir nuqtadan ojizlab bunda qiynalishib ma'digan yoki ojizlab ma'digan degandek shunda nima demakchi ham. Endi men start colors boshlanadigan yangining rengi oxirlashadigan yangi Photoshopni bildiganlar buni bekor tushundi. Boshlanadigan rangniki oxirlashadigan rangniki degandek. Ikkinchisi mana tenchon deydi, soil. Tenchon degani mana shu qanday rang bilan to'shtirmaydi. Uchinchisi myobian deydi. Myobian degani qire. Masalan, ma'niki myobiansi ko'kkan mana qaraydigan bo'lsak, ko'kkan. Mishina qo'shay demakki. Endi qirniki kengligi, uniki qilniki colors demakki. Ma to'rtinchisi bo'lsa yonjasi, ma radiosi CSSdan chiqarib ishiltimiz. Masalan, radios desak, ma bulonda igilida, shundami? Shu ham demakchi. Ma top right, top left deb to'rt bulonniki. To'rtinchisi ma paddings deydi. Paddings deganimiz endi tenchon deb turib, paddings deganimiz masalan Android bottom osti bilan bo'lgan orliqi demakchi. Mushunda xosliqlari bor. Unda esa biz progress barnikini qandaq yozamiz degan chog'da progress barnikini biz hozir biz o'zimiz yozib chiqamiz. Progress barnikini endi musha progress barniki oldi bilan biz yozish uchun qaranglar. Bunday qilib progress barniki mana stylesini ko'rib baqilay biza. Mush stylesini biz qanday yozdik, shunami? Mush stylesini qanday yozdik. Bundan sonra bu stylesini men to'g'ridan izlab tep baqay, bormi, yo'qmi? Buni bizga ko'rsatib beraman, ochmamda. O'zimiz yozlar. Hozir biz navbatda progress barnikini yozamiz. Yozgan chog'da hali diqqat qiladigan bir mazmun bor. Qanday diqqat qiladigan bir mazmun degan chog'da progress barniki biz shu xosligini berishimiz mumkin. Shu xosligini balkim ko'proq bo'ldi. Birisiga backgroundsy, progress barniki backgroundsy. Ikkinchisiga progress barniki progressy. Shunami? Progressy. Mushu
ikki xoslikni jiqaroq ishlatishimiz mumkin, jiqaroq ishlatishimiz mumkin. Undan sonra buni qanday beramiz degan chog'da oldi bilan bu itemni bir quray. Men itemni qurgan chog'da bu cho'qim bunga ID beramiz. Bu ID nereden keldi degan chog'da bu ID Android'dagi ID'ning ichidagi background degan ID'dan keldi. Nimishki shunday beramiz degan chog'da biz qaraydigan bo'lsak, biz Android'niki shu shinsini ichidagi, shundaymi? Shu shinsini ichidagi progress bar style degan horizontal degan ma shu shinsini ishlatdik, ma yanshisini ishlatdik. Demak, mushi yanshining ichidagi biz backgroundni o'zgartmoqchi, mushi yanshining ichidagi biz backgroundni o'zgartmoqchi. Cho'qim shunday beramiz, hargiz o'zimizniki berib qo'ysak bo'lmaydi degan so'z. Muşunda bo'lgan chog'da mush yoshini ichiga berib, mushning ichidagi backgroundni o'zgartirdi degan so'z. Unda olsa bunga biz shape'dan birini quramiz, shape'dan birini quraylik. Shunami? Shape'dan birini qurib, undan keyin bayatda qaraydigan bo'lsak, biz qaytib mana qaraylik, shape'ga qaraylik. Shape'ga qaragan chog'da qaraydigan bo'lsak, undan keyin shape'niki biz boshqa narsa emas, Tentron deganiga qaraylik hozircha, ma'nolarni deb kesiladi. Soil dash, shunami? Undan so'ng men yerga soil deb yozay. Soil tab izlab, undan sonra Android nima? Colors, shunami? Colors bo'lsa, undan sonra men yerga qizilni beray, shunami? Bayamqi bizniki colorning ichidagi bu yerga bayamqi qizil, shunami? FF0000 qizilni berdim. Undan sonra yana bak background'ga men qizilni berdim hozir. Undan sonra men qanday qilmaydi sala, undan sonra men item, yana bir item quray. Hamda progress'iga men beray. Progress'iga men cho'qim ID, nima? Android ID'ning ichidagi progress. Qaraytamsak progress deb mana. Progress mushning ichiga yozmayman. Undan sonra bunga o'xshab shape soil'da FF kökni berdim. Hamda mashina qanday beramiz degan chog'da bayatdan ko'rib o'tdik. Biz bayan odatdagi durable'ni berganga o'xshash beramiz. Android progress'ga beramiz, progress durable'ga beramiz. Undan sonra bizniki navbatdagi durable my progress deb beray. Mana qarab boqayman. Qaraydigan bo'lsam, yana o'xshash. Background'siga biz qizilni bergandik, background'siga qizilni bersak yana o'xshash chiqadi-da bu. Tutib turanglar, men managa undan so'ng 30 ni beraydi. Mana bir ijro qilib boqay, yani yaxshisi. Qaraydigan bo'lsak, yana o'xshash chiqdi, bu yana o'xshash chiqdi. Undan so'ng bu zot nima masala? Biz yana mushadni izlaylik, bu masalani mushadni izlaylik. Biz eng oxirgi rangni ko'kni bergandik, shundaymi? Progress'ga ko'kni bergandik. Undan keyin biz background'siga, buniki background'siga biz qizilni bergandik, shundaymi? Qizilni bergandik. Ma'noda biza Ma'noda qaraydigan bo'lsak, ko'k chiqib qoldi. Undan so'ng men miyani undan so'ng 00 yeşil o'zgartib boqay. Zot nima masalda bu? Yeşil o'zgartib, men activity qaytib ko'rib boqay. Qaraydigan bo'lsam, yeşil chiqib qoldi. Demak, unda olsam ustidagi rang butunlay yepitib beribdi. Unda olsa biz bayatdan deb o'tib ketdik. Undan so'ng progress bar deganimiz rangning ustiga rangni qatlaydi dedik, rangning ustiga rangni qatlaydi dedik. Undan so'ng bu yerda yana bir sho'shin chala qoldi, ya'ni clip degan bir sho'shin chala qoldi, clip. Clip deganimiz nima desanglar, shu durable'ning topsi durable sizish, ya'ni clip deganimiz kesish, chaplash degandek menda, chaplash degan. Nimishga desanglar, ma progress bar deganimiz ma backgroundning ustiga chaplangan bir narsa, shundaymi? Chaplangan mazmun bo'lganligi uchun biz cho'qim clip degan ishlatamiz. Hamda buni shundaq birlik kelgan, buni
Bunda birlik kelgan. Qaraydigan bo'lsak, mana biz maqsadga yetdik degan so'z, maqsadga yetdik degan so'z. Biz o'zimizniki mavo yeshili bo'lsa, bizniki progress barda. Buni masalan 40 qilib qo'ysak, masalan 40 qilib qo'ysak nega kerak mavzu degandek, masalan 50 70 qilib qo'ysak, yutkildi degandek. Ma keyindikisi bo'lsa, endi buniki round, keyindikisi bo'lsa round. Unda olsa bizniki ma progress barniki bu endi mash progress durable max max degani eng cho'ng qimmat shunami 100 mana 101 qilib qo'ysak masalan 101 qilib qo'ysakmi bu eng cho'ng o'sha taqshi degan so'z masalan shuni bo'ylab mana degan so'z masalan buni 10 qilib qo'ysak mana 10% degan so'z maxniki endi buni parçam belgildi managa masalan 0.5 Parçam belgili olmayken bu integer kıymeti hesabında olsa çokum integer kıymeti alıdı. Bu başka ne bir olsa parçam belgili olmaydı bunu integer kıymeti alıdı bu çokum. Max degani integer kıymeti alıdı. Birdan çoğun hem de progress bar to'g'riliq so'zlaydiganimiz birinchi mazmun bu. Unda esa progress barniki yana bundan boshqa ba'zi progress barlar qaraydigan bo'lsak, masalan, oldin ma'nolaydigan, masalan, kinolarniki qanchoq bo'lgan vaqti, kinolarni qo'yilayotgan vaqti qanchoq bo'lgan vaqti, shundami? Unda esa u nima deb qaraydigan bo'lsa, miyaga unda esa s deb second progress bar deydi, second progress bar deydi mana. Second progress bar degani men unda esa miyaga 40 qilib qo'ysam qaraydigan bo'lsak hech qanday o'zgarish yo'qmi second progress barda. Qaraydigan bo'lsak, mana second progress bar bilan progress barniki qiymati yetishib ketdi. Unda olsa men miyaga farqlantirish uchun itemda yana bir quray. Android buni id'si Android ID ID bizniki o'zgartmoqchi bo'lganimiz second progress bar endi miyaga second qaraydigan bo'lsak second progress bar deb turdi endi olsa men second progress barniki o'xshash usul bo'yicha second progress barma ustiga bir keskin chaplagan mana endi olsa bunikini men ko'p qilib qo'yay miyaga ko'p qilib qo'yay second progress barni endi olsa men miyada mana qaraydigan bo'lsak mana evitimiz qaraydigan bo'lsak bu biroqla o'zgarib ketdi bu biroqla o'zgarib ketdi endi olsa men mashqni o'rnini almashtirishni qo'yay har xil sinab o'qishimiz kerak qaraydigan bo'lsak mana qaranglar men osti qo'yib qo'ygandan keyin bayatda men dedim bayatda selektorni so'zlagan chog'da men tushunishsin dedim endi bayatda men osti qo'yib qo'ygan chog'da bu qavat bu mamlakatda bir shu butkul bir rasm qavat shaklida mavjud bo'lib turdi mavo eng ostingi qavat tushunalmi mavo uning ustiga chaplagan qavat chapladik-ku mana kesib chapladik uning ustiga kesilib chapladik mavo bo'lsa uning eng ustiga chaplagan qavat qoida bo'yicha endi bizniki eng oxirgi ko'radiganimiz eng oxirdagisi masalan bizniki progress eng oxirida bizga ko'rinish kerak shundami shuning uchun bizga mana shu qavat shundami mavo qizil eng asosiy qavat ko'k bo'lsa bizniki second progress barda ikkinchi qavat shundami mavo yeshil bo'lsa uchinchi qavat tushunalmi endi bu shu XML'da diqqat qilganlarimiz bu XML'da diqqat qilganlarimiz buniki endi ham shu usul bu second progress bar deganimiz bilan progress max degan uchta muhim xususiyati bo'ldi buniki muhim xususiyati bo'ldi endi keyin bunikiga rangini yaxshisini o'zgartmoqchi bo'lib qolsak mavo layer list orqali shape orqali andan clip arqılıq chaplab mana shape'niki hamda boshqa xosliqlarini men yerda ishlatib baxsam bo'ldi masalan maniki ikki tarafdan masalan bayatda biz mana boshqa xosliqlarni ko'rdik-ku bu yerda boshqa xosliqlarni ko'rgan chog'da mana myobensiya shundami men do'stim myobensini ishlatib baqay miyaga myobensini andiki android qaraydigan bo'lsak vdc shundami vdc masalan unda 2.0
tip bo'lsin. Undan keyin Android Colors tushunaman buniki. Colors FF 00 DD bo'lsin. Bu qanday color bo'ladi bu? Miobians tugsin. Qarayolsak mana qayta biz Miobians ko'rib baqlaymiz. Qaradan bilsak maniki sirtiga aniq chiqmabdi hozir ozroq yo'g'antay. Sirtiga menda bir mazmun qo'shilibdi, ko'rdingmi? Sirtiga bir Miobendek bir narsa qo'shilibdi. Demak buni ham background'siga berib qo'ydik, biz xato berdik demak. Buni ham ustidikisiga bersak bo'ldi. Ham ustidikisiga berish uchun biz cho'qim progressga berishimiz kerak, Miobensni progressga bersak, u joyda bizniki Miobensimiz to'g'ri chiqqan bo'ldi, mana. Men yangilanmadimi nima? Mana bu şeyde icra qilib ko'rib baqlaymiz. Emniyetda ma'nodami chiqdi? Miyat chiqmadi. Ma ijro bo'lmadi, miyatdan xato chiqib qoldi mana. Yana xato chiqib qoldi. Birada birdamniki biroq ijro qiladi. Shunga o'xshash hamda mushu xastalarni to'rtinizda bizani to'rtinizda tepib, masalan, Miobensda yo'q, Tentronsda yo'q, Tentronsni ishlatib tushunaman, men Jambensda yo'q. Endi men Jambens deganda alar diqqat qilgan yerimiz qaranglar, mavi cho'qim 45 gradusniki Jongshusi bo'yicha mana. Jongshusi deganimiz 45 ko'paytirilgan 0, 1, 2, 3 degandek shunday qimmatli mana, mavi. Ondan başqa Miobensni hozir ko'rdik, Yuanjiaosi shundaymi, men Paddingsi degandek, bunda xastalarni ham ishiltib ko'rib baqsangiz bo'ladi. Buni ham diqqat qilganimiz selektor emas, layer list. Undan keyin ichida itemsi bor, undan keyin shapesi bor, undan keyin soil degani Tentronsi degandek. Bu hamda shu progress bar to'g'riliq bizniki nima so'zlaydigimiz hamda. Undan so'ng men shu progress barniki ma'ni bizning ma'noga berib baqay, ma'noga berib baqay. O'zimizniki small emas, biz cho'ngaroq ko'rinadigan large deganiga berib baqay, men. Android buni da qanday o'zgarish bo'ldikini? Android progress drawability shundaymi? Progress drawability my progress bar deb ma'noga berib baqay. Qaraydigan bo'lsak, buni da hech qanday o'zgarish bo'lmadi, bunda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Ishga beratmayapmi? Unda olsa bayatdan qildik, men unda olsa bayatdan immediate variable deganga berib baqay. Qaraydigan bo'lsak, bitillar qizil bo'lib ketdi, bu qizil bo'lib ketdi bitillar. Unda olsa men buni ijro qilib baqay. Qaraydigan bo'lsak, mana Emniyetdan progress bar piqiradi. Biz mana xato bergachga, ba'zi aylanmalarni xato nim qilgachga buni ikkita bir murakkab ba'zan. Mana bergachga bu xatolik chiqdi, bu. Emniyetda buni begini shildi degansiz, bunaqa. Shildi degansiz. Unda olsa bizniki zodi ma'lum progress variable'ga belgimiz ishlamadi, mana bir ko'rib baqala. Ijro qilgan chog'da, qilmagan chog'da ko'gilmaydi ba'zi narsalarni. Qilgandan keyin ko'giladi. Qaraydigan buni ishlamadi, buni ishlamadi. Ammo shunga o'xshash immunity deganimiz nima desanglar, ba'zi Ama immunity'ni tarjimasiga qaraydigan bo'lsak, mana budingda bu mingchada mo'xuda dedi, mo'xuda dedi. Demak, cho'g'ni hamda mushu
immediate shu progress barniki tugaydigan nim qildigan vaqti aniq emas degan so'z, aniq emas degan so'z. Endi ma'nikiga nisbatan bir aniq buniki, aniq progresslari aniq buniki. Masalan, second progressi 60, maxi 100 degandek aniq degan so'z. Endi biz buni Java daimada qanday o'zgartimiz? Java daimada qanday o'zgartimiz? Buni aytasana Java daimada. Mesela progress barniki 4 tane misal qilaylik mana. Progress bar progress bar find view by id to'rtinchisi. Endi bu progress barniki funksiyalar qaraydigan bo'lsak, bu yerda set max ko'rdingizmi? Buni orqali biz int max dedi. Buni orqali biz max qiymatini belgilaymiz degan so'z. Masalan, nuvatixnikini 1000 qilib qo'ysam, hozir nuvatixi 100 da, ama 1000 holatda ko'rib baqila. Ming holat ko'radigan bo'lsak, mana second progressi nima qaraydigan bo'lsak, progressi, second progressi, progress degandagi mana shu. Endi undan boshqa mega progress deb funksiya bor. Set progress. Progress ko'rdingizmi mana? Progress orqali biz nechinchi kelganligini belgilaymiz, nechinchi kelganligini belgilaymiz. Qarayamsak 500 deb o'ttirib keldi degan so'z. Undan boshqa endi progress barniki set on qarayamsak qanday shijellar bor, shijellar bor deganchada qanday shijellar bor deganchada agar sizlar mana shu davom fikrlab o'rganmoqchi bo'lsanglar, mana shunday izlansanglar bo'ldi, mana shunday o'zinglar birdan hamma bir ko'rib chiqsanglar, keyin darhol esinglar keldi degan so'z. Qaraydigan bo'lsak mana set secondary progress deb buniki bir endi biz tanışdığıdek alayda shijansimi yo'q ekan, buniki alayda shijansimi yo'q ekan. Nimishga desanglar, buniki faqat qiymatli o'zgaradi, qiymatli o'zgaradi. Yonxo o'zgartirmaydi buni qiymatini, yonxo o'zgartirmaydi. Biz faqat programmada o'zgartamiz, buni qiymatini programmada o'zgartamiz. Shuning uchun bunga alayda shijan yozishning hojati yo'q degan so'z. Ben text view o'xshab ketadi, bu text view o'xshab ketadi. Endi bu so'zlaydigan endi bizniki birinchi mazmunimiz, progress bar.